Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2-aprel 2025-yil sonamizga Syngenta kompaniyasining Hilux bodring duragalari kelgan. Bu tarafga konkurent duraga kelgan. Shu yerdan ko'rishimiz mumkin hosildorligi qanchalik Hilux yuqoriligini. Buni gullaridan ko'rsa ham bo'ladi, sap-sari. Buni gullari bunga nisbatan kamroq. Ko'radigan bo'lsa, hozir terimdan keyingi holat, hozir terib o'tib ketishgan. Hosildorligi o'ta yuqori. Mevalarni ko'radigan bo'lsak, terimdan keyin holat mana o'rtacha 18 sm. Tegidan bittasini ko'radigan bo'lsak, mana hamma hosili ushlab turibdi. Hilux pishi ham tezroq, boshqa gibridlarga qaraganda palagi ochiqroq. Mana ko'rishimiz mumkin mevalarini. Endi bu konkurent gibridga qaraganda mevalari ko'p bo'lganligi uchun bunga endi 2 barobar ko'proq oziqa berishimiz kerak, mevalarni tezroq yetiltirish uchun. Buni ko'ringlar. Bunda nisbatan oladigan bo'lsa, shu boshini o'zida shunda bilinib turibdi. Mana bu qatorimiz ham shunaqa. Bir xil. Bu konkurent. Bu gibridni ekkandan keyin bunga ko'proq oziqa berishimiz kerak bo'ladi. Bu homogen hosillari.